Ayni kunlarda respublika miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbir doirasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi qaratilgan tadbirlar izchil davom etmoqda. Xususan, olingan tezkor ma'lumotlar asosida Qazoras tumani ichki ishlar bo'limi, tezkor qidiruv xizmati va davlat xavfsizlik xizmatining tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'zaro hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Tuproqqal'a tumanida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan shaxs Qazoras tumanining Temirchi maskani mahallasi hududida to'xtatilib, yollari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish jarayonida ushbu shaxsning yonida bir bo'lak paketga joylangan umumiy vazni 10,37 gram bo'lgan geroin giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib, tegishli tartibda ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, Qazoras tumani markazida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida Bog'ot tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Teko rusumli avtomashina tuman markazida to'xtatilib, haydovchining yollari va avtomashina saloni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv davomida avtomashina salonida 2 bo'lak falga qog'ozga o'ralgan vazni 0,5 gram geroin giyohvandlik moddasi saqlab kelinayotganligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-273 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumondorlar protsessual tartibda ushlandi. Aziz yurtdoshlar, giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligida tashkil etilgan kol markazlariga ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Eslatib o'tamiz, xabar bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.